Lekin hammaga Euro 6 Volvoda qishda ko'pchilikda bo'lib turadigan muammo, mashina yo'llarda ko'proq yurmay qoladi. Mashinani to'xtatgandan keyin interkulerning tagida mana bu suv to'planib, muzlab qoladi. Yozda mashinasi tortmasa, mana uni qotirib qo'yishadi, mashina yaxshi yuradi. Tortish yaxshi bo'ladi. Shu eslardan chiqib qoladi qishda bo'shatish. Mana ko'ryapsizlarmi? Bunda suv oqib turibdi. Shu yeriga suv to'planib muzlab qoladi agar teshigi bekik bo'lsa. Shunga bir e'tibor berib qo'yasizlar. Volvolarda ko'p bo'lib turadi. Qishda buni bo'shatib qo'yish kerak. Dilmurod va g'arib aytganingdek polni suv muz bo'lib yotibdi, bilad. Qaydan kelgan bu muz, bilad? Polni bitalib yotibdi ichi. Yo, bilad. Bitalib yotibdi. Muzni qarang siz. Polni zabita bo'lib yotibmiz. Yıxıya shu uchun ham mashina Qot tortmayapti, ko'ryapsizmi? Xuddi mana yengil aylanayapti. shatin uzilib ketgan mashina yengil vish qilib aylanayapti. Bo'y, mashallah yoqqan. Dilmurod mana Xudoga behisob shukr yurdi. Senga katta rahmat. Mana yurdi hozir. Xudo ishingni rivojini bersin. Xudoga behisob shukr mana. Aka yomon final to'z 7 beri topolmagan Qirg'iziston elektriklardan so'ragan, yoqqagan topolmagan. Xudo o'zi yetkazdi, bizlar ham